Do'stlar, yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizning nomi jismoniy va yuridik shaxslar. Ya'ni sizlar bilan bugun jismoniy va yuridik shaxslar haqida gapiramiz. Jismoniy shaxs tushunchasi, jismoniy shaxslarning huquq va muomala layoqatligini sizlar bilan muhokama qilamiz. Yuridik shaxs tushunchasi va uning belgilari, yuridik shaxsning turlari, qanaqangi yuridik shaxslar bor O'zbekistonda va yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Do'stlar, ko'pchiliklar eshitgansizlar, jismoniy shaxs, yuridik shaxs yetakdali. Jismoniy shaxs kimligini kelinglar sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Jismoniy shaxs bu o'sha odam, bor-ku, odam bu jismoniy shaxs. Yuridik shaxs bu ani firma deb qo'yadi oddiy tilda. Bu odam emas bu. Bu firma yoki birorta bir boshqa tashkilot. Demak, jismoniy shaxs bu O'zbekiston Respublikasining fuqarolari bo'lishi mumkin, chet el fuqarosi bo'lishi mumkin. Shuningdek, umuman fuqarolik bo'lmagan shaxs ham bo'lishi mumkin. Demak, jismoniy shaxslar tug'ilgandanoq fuqarolik huquqiy munosabatlarining subyektiga aylanadi va ularning huquqiy holatga ta'sir qiluvchi hamda individuallashtiruvchi bir qator belgilar va xususiyatlarga ega bo'ladi. Demak, jismoniy shaxs o'zini huquqlarini tug'ilishi bilan o'sha huquqqa ega bo'ladi. Ya'ni yashash huquqi bor, aytdim, bu joyda istiqomat qilish huquqi bor va hokazo. Demak, jismoniy shaxs degani bu o'sha tug'ilgan bir shaxs hisoblanadi. Bu fuqaro bo'lishi mumkin, chet el fuqarosi yoki fuqaroligi umuman bo'lmagan shaxs, ya'ni odam, inson haqida gap ketyapti. Endi jismoniy shaxslar huquq va muomala layoqatiga ega bo'ladilar. Huquq layoqati degani, ana o'zbekchasiga, ruschasiga правоспособность deb qo'yadi. Huquq layoqati bu huquq va majburiyatlarga ega bo'lish qobiliyati. Tushuntiradimi? Demak, bu huquq shaxsda tug'ilgan paytdan boshlab vujudga keladi va uning o'lganida, ya'ni vafot etganida tugaydi. Ya'ni inson mana shu huquqqa layoqatliligi tug'ilishi bilan paydo bo'ldi-da, o'sha umri o'tib vafot etgandan keyin mana shu huquqqa layoqatligi tamomlanadi. Bu ajralmas huquq bo'lib, uni yo'qotib bo'lmaydi. Demak, bu ajralmas huquq hisoblanib, uni prosta tak yo'qotib bo'lmaydi, o'zidan o'zi yo'qota olmaydi odam, lekin ayrim hollarda shaxsning huquqiy layoqatini cheklab qo'yish mumkin. Misol uchun, karantin davrida odamlarning shahar bo'ylab erkin harakat qilishini yoki deylik, misol uchun bu shaxs birorta shaharda yoki davlatda huquqbuzarlik qilib qo'ygan bo'lsa, sud uni ozodligini cheklab qo'yishi mumkin yoki ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Mana shu aynan sud tomonidan yoki bir boshqa bir organ tomonidan o'sha huquq layoqati, ya'ni u yoki bu huquqi ma'lum bir vaqtga, ma'lum bir muddatga cheklab qo'yilishi mumkin. Demak, muomala layoqati shaxsning voyaga yetishi bilan, ya'ni 18 yoshga kirishi bilan to'liq hajmda yuzaga keladi. Lekin shu bilan birga shaxs layoqatli deb e'tirof etilishi uchun u nafaqat voyaga yetgan bo'lishi kerak, balki aqlan, ruhan va jismonan sog'lom va yetuk bo'lishi lozim. Agar u prosta 18 ga kirgan bo'lib, lekin aqli zaif bo'lsa yoki deylik birorta bir boshqa holatlar yuzaga kelgan bo'lsa, negativ holatlar, unda huquq layoqatligi yuzaga kelmasligi mumkin. Do'stlar, biz sizlar bilan huquq layoqati haqida gapirdik. Endi muomala layoqati haqida ham gaplashamiz. Demak, muomala layoqati bu o'sha o'z huquqlarini boshqarish va javobgarlikni o'z zimmasiga olish. Qonun nuqtai nazaridan, misol uchun, muhim harakatlarni amalga oshirish imkoniyati deb ataladi. Ya'ni u yoki bu shaxs o'zining huquqlarini, ya'ni e'tirof etishi, ya'ni huquqlaridan foydalanishi, mana layoqat, muomala layoqati deb ataladi. Ya'ni bu majburiyatlarni tan olish, ularni bajarish va o'z harakatlarining oqibatlari uchun o'zini zimmasiga javobgarliklarni olish qobiliyatidir. Muomalaga layoqatli shaxs o'z harakatlarini nazorat qila oladi va o'z harakatlari oqibatlarini tushunib yetadi. Ya'ni kallasi joyida, aqli zaif emas, o'zini har bitta harakat bu o'zini harakatiga javob bera olmaydi, bu psix, bu uyob-yo deb qo'yishadi. Ana o'sha holatlar aynan muomalaga layoqatsiz bo'lgan shaxslar haqida gapiriladi. Muomala layoqati, do'stlar, shaxsning voyaga yetishi bilan, ya'ni 18 yoshdan boshlab to'liq hajmda yuzaga keladi. Lekin faqat 18 yoshga kirganini o'zi yetmaydi. Undan tashqari shaxs o'sha aqli zaif bo'lmasligi kerak, sog'lom bo'lishi kerak, ruhiy jihatdan ham va umuman jismoniy jihatdan ham sog'lom va yetuk bo'lishi kerak. Ana o'shandagina muomalaga layoqatli hisoblanadi. Lekin shuni bir vaqtning o'zida shuni ta'kidlash joizki, что muomalaga layoqatlik
18 yoshga to'lmagan holatlardagi shaxslarga ham misol uchun tatbiq etilishi mumkin. Bu misol ayrim holatlar bor. Misol uchun deylik qonuniy nikohdan o'tish. Bilamiz, qonuniy nikohdan o'tishdi yoshi ham 18 yosh, lekin ayrim hollar bor. Ikki qat bo'lib qoldi yoki boshqa bir ikkita holatlar bor. O'sha davlat tomonidan ofitsial ruxsat olingandan keyin 17 yoshda ham misol uchun o'sha turmush qursa bo'ladi. Ana o'shanaqangi holatlarda mana muomala layoqati 18 yoshga kirmasdan turib vujudga keladi. Bundan tashqari emansipatsiya holati bor. 16 yosh, agar 16 yoshga to'lgan voyaga yetmagan shaxs mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgani yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgani bo'lsa, u ham mana o'sha 18 yoshga to'lmasdan turib muomala layoqatini amalga oshirishi mumkin. Do'stlar, emansipatsiya degan so'zni gapirdim. Emansipatsiya bu nima? Bu o'sha voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon qilinishi, ya'ni ota-onaning qaramog'idan chiqishi va voyaga yetgan shaxslarning huquqlariga ega bo'lishi. Deylik, mana shaxs deylik 14 yoshda yoki 15 yoshda ota-onasi o'tib ketgan yoki ota-onasi o'zi mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan, muomalaga layoqatsiz bo'lib qolgan. Ana o'sha shaxs mehnat faoliyati yuritishi uchun, boshqa narsa shunga o'xshagan bir oilasini boqishi uchun u mana demak emansipatsiya holatiga tushadi va u o'sha o'ziga kerakli bo'lgan muomala layoqatliligini o'sha oldindan, ya'ni muddatidan oldin 18 ga to'lmasdan oldin qabul qilib olgan bo'ladi va uni o'sha emansipatsiya deb e'lon qilingan bo'ladi va u bemalol o'sha 18 yoshga kirgan shaxslar kabi demak huquqiy munosabatlarga kirisha oladi. Dalshi do'stlar, muomala layoqatini tushunib oldilaring, emansipatsiyani ham nimaligini tushunib oldilaring. Endi takoy muhim momentlari bor. O'sha muomala layoqati, ya'ni demak deyispassobnost sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topish mumkin, ya'ni bekor qilinishi mumkin va cheklab qo'yilishi mumkin. Keyinlar shu holatlarni ko'rib chiqamiz. Deylik, shaxs ruhiy kasallikka uchragan bo'lsa, aqli zaif bo'lib qolib, psix bo'lib qolgan bo'lsa va buni oqibatida o'zini harakatlarini tushunmaydigan bo'lib, o'zini xatti-harakatlariga vobshe boshqara olmay, javob bera olmaydigan holatga tushib qolsa, aynan mana shunaqangi holatlarda sud uni muomalaga layoqatsiz deb topadi va uni nomidan harakatlarni amalga oshirish uchun vasiy belgilaydi. Ya'ni vasiylik belgilaydi. U yoki bu shaxsning qarindoshi bo'lishi mumkin, boshqa shaxs bo'lishi mumkin. Uni nomidan hali ish ko'radigan vasiyni belgilab qo'yadi. Bunda fuqaroning nomidan bitimlarni uni vasiy amalga oshiradi. Narigi fuqaroning o'zi, o'sha muomalaga layoqatsiz deb topgan fuqaroning o'zi, u qandaydir bir kichik bitimlarni amalga oshirishi mumkin. Deylik, bir non sotib olishi mumkin yoki bir sovun yoki boshqa biror bir holatlarda amalga oshirishi mumkin. Kim bilandir gaplashishi mumkin, mana bunaqa qilaman deyishi mumkin, lekin bir notarialniy harakatlarda yoki boshqa bir kattaroq bir сделкаларда yoki qaysidir bir tadbirlarda kimdir qatnashishi, bunaqangi narsalarni uni nomidan demak vasiy amalga oshiradi. Endi muomalaga layoqatlikda muomala layoqatini cheklash holatlari bor sud tomonidan. Sud birinchisida bekor qilishi mumkin, ikkinchisida mana cheklashi mumkin. Bu qanaqangi holatlar? Deylik, shaxs spirtli ichimliklarni haddan ziyon ko'p iste'mol qilishi, giyohvandlik moddalarida, vositalardan, narkotiklarni suiiste'mol qilib, uni natijasida mana shunaqangi bir holatlarga uchrab, o'zini oilasini og'ir moddiy ahvolga solib qo'yishi mumkin. Shunaqangi fuqarolarga sud tomonidan ma'lum bir vaqtga muomala layoqati cheklab qo'yiladi. Bu holda unga homiylik belgilanadi. Bunday fuqaro kichik maishiy bitimlarni mustaqil tuzish huquqiga ega bo'ladi. Narginga o'xshab non sotib olish, ya'ni shunga o'xshagan kichkina sigaret sotib oldi, boshqa qildi, lekin bir kattaroq boshqa bir bitimlarda o'sha muomala layoqatini umuman yo'qotgan shaxsga o'xshab bu belgilay olmaydi. Buni nomidan o'sha agar o'sha kattaroq bir bitimlarni amalga oshirish uchun notarial va hokazo, uning uchun o'sha homiyni roziligi kerak bo'ladi. U borib turib muomala layoqati cheklanganda, sud qarori bilan homiy tayinlanganda, o'sha shaxs borib turib o'zi bitimda amalga oshirishi mumkin. Palchigini qo'yib notariusda, faqat buning uchun homiyni roziligi kerak. Birinchi holatda o'zi bajara olmaydi, faqat vasiy bajaradi. Ikkinchi holatda odam o'zi bajarishi mumkin, faqat o'sha homiyni roziligi kerak bo'ladi. Lekin bitta muhim momenti bor. Bunaqangi holatlarda bunaqa fuqaro o'zi tuzgan bitimlar bo'yicha va yetkazgan zarari bo'yicha o'zi mustaqil ravishda mulkiy javobgar bo'ladi. Ya'ni
muomala layoqati yo'qolgan paytda, sud bekor qilgan paytda, vasiy tayinlagan paytda u ertaga holatlar bo'yicha har bitta amalga oshirgan bitimlarni kelajagi bo'yicha, oqibatlari bo'yicha o'sha vasiy javob bersa, bu yerda o'sha muomala layoqati cheklangan fuqaro o'zi bitimni amalga oshiradi, homiyni roziligi bilan va o'sha amalga oshirilgan bitimlarning oqibatida deylik yetkazilgan zarar yoki boshqa biror bir masalalar bo'yicha mulkiy javobgarlikda o'sha muomalaga layoqati cheklangan shaxsning o'zi javob beradi. Dalshi, demak fuqaroni muomalaga layoqatsiz deb topish yoki muomala layoqatini cheklab qo'yish faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. Bu juda ham muhim fakt, eslab qolinglar. Kimdir deylik prokuratura xodimi yoki ichki ishlar xodimi yoki boshqa birorta bir organ vakili chaqirib turib, "Menga qara, bo'ldi, tam 10-apreldan boshlab seni muomala layoqating cheklandi" deyishga haqqi yo'q. U narsa faqat sud tomonidan sudning qaroriga asosan amalga oshiriladi. Keyingisiga o'tamiz do'stlar. Voyaga yetmagan shaxslarning muomalaga layoqati ham bor. Misol uchun deylik 18 dan tepasini biz sizlar bilan ko'rib chiqdik, qanaqangi bo'ladi. Endi 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni muomala layoqat masalalarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar ota-onasi, farzandlikka oluvchilar yoki vasiylarning yozma roziligi bilan bitimlar tuzishadi, bilamiz. Ularning roziligisiz esa ayrim bir harakatlarda amalga oshirish huquqiga ega xolos. Misol uchun o'z ish haqqi, stipendiyasi va boshqa daromadlarni boshqarish. Deylik, 16 yoshda shaxs bemalol mehnat faoliyatini yuritishi mumkin va o'zi topgan daromadini bemalol o'zi sarflashi mumkin. Buning uchun unga ota-onasini yoki boshqa odamning roziligi kerak emas. Bemalol o'zini muomala layoqatidan foydalanib, o'zini pullarini o'zi bemalol ishlatadi. O'z intellektual faoliyat natijalarida misol natijalari uchun mualliflik huquqlarini amalga oshirish. Deylik, hozir bilasizlar, ChatGPT'lar rivojlanyapti, sun'iy intellekt itagdali hozirgi yoshlar juda ham tez, jadal rivojlanib kelishyapti va ular misol uchun juda ham qisqa muddatda bir narsalar o'ylab topib yaratishlari mumkin. O'sha yaratgan narsalarni, ya'ni mualliflik huquqlarini bemalol borib patentlab registratsiya qilishlari mumkin. Bunga ham hech kimning roziligi kerak emas. Endi agar u yoki bu pulni to'plab qo'ygan bo'lsa, kredit muassasalariga borib omonat qo'yishi va ularni o'zi boshqarishi mumkin. Bunga ham ota-onasini yoki boshqa bir shaxsning roziligi kerak emas. Keyin, конечно же, kichik maishiy bitimlar va boshqa bitimlarni amalga oshirish. Deylik, o'sha non sotib oladi, ya'ni bilmayman, velosiped sotib oladi yoki bir o'ziga kiyim sotib oladi. Mana shunga o'xshagan narsalarga ham ota-onasini yoki kimdir roziligi kerak emas. Hurmatli ota-onalar, 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan farzandingiz agar o'zi borib velosiped sotib olsa o'zini puliga yoki boshqa bir kichik bitimda amalga oshirsa, sizlar ularni urushib, haqqing yo'q, qonun bo'yicha deyishga sizlarning haqqlaring yo'q. Endi dalshi, keyingisi bu o'sha biz 18 yosh tepasini ko'rdik, 14 yoshdan 18 yoshgachasini ko'rdik. Endi 14 yoshga to'lmagan kichik yoshdagi bolalarning ham o'zini o'sha muomalaga layoqat masalalari bor. Demak, 14 yoshga to'lmagan kichik yoshdagi bolalarni nomidan bitimlarni faqat ota-onasi, farzandlikka oluvchilar, boquvchilar itagdali yoki vasiylari tuzishi mumkin. 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan kichik yoshdagi bolalarni ayrim, misol uchun mustaqil ravishda amalga oshiriladigan ayrim bir haqlari bor. Bu birinchisi o'sha kichik maishiy bitimlar. Deylik, bitta narsani tushunishlaring kerak. Deylik, 7 yashar bolaga kelib dodasi yoki tam otasi yoki birorta bir qo'shnisi kelib oddiy bitta telefon sovg'a qilishi ham yoki bir kiyim sovg'a qilishi ham bu ham bir yuridik proses hisoblanadi, huquqiy proses. Ya'ni o'sha narsa bunga hadya qilinyapti. Demak, shunga o'xshagan kichik maishiy bitimlarda o'sha deylik 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan shaxslar o'zi mustaqil ravishda amalga oshirishi mumkin. Tekin manfaat ko'rishga qaratilgan notarial tasdiqlash yoki davlat ro'yxatidan o'tkazishni talab qilmaydigan bitimlar. Bu o'sha men aytganimdek, deylik, hozir mana blogerlik rivojlanyapti. Blogerlik faoliyatini yuritish uchun Instagram sahifasini ochib beradi, Instagram bilan huquqiy munosabatga kirishadi. Ertaga videolar, deylik, media agentство bilan ishlashi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Kichkinagina yosh bola bloger bo'lib ketishi mumkin. Bunda davlat ro'yxatidan o'tkazish yoki notarial bir narsalar tasdiqlash talab etilmaydi va bunga o'xshagan bitimlar o'sha yosh bolani, ya'ni 6 yoshdan 14 yoshga bo'lgan shaxsni manfaati uchun, tekin manfaat ko'rish uchun xizmat qiladi.
Keyingisi o'sha qonuniy vakil yoki uning roziligi bilan uchinchi shaxs tomonidan ma'lum bir maqsad yoki erkin tasarruf etish uchun berilgan mablag'larni tasarruf etish borasidagi bitimlar bo'lishi mumkin. Bir muhim joyi bor, shuni yaxshilab eshitinglar. O 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan shaxslarni, o'sha yosh bolalarni muomala layoqati amalga oshirilayotganda, ya'ni ular u yoki bu bitimni amalga oshirilayotganda ota-onaning ruxsati bilan ruxsatsiz amalga oshirilayotgan bo'lganda, uni farqi yo'q. Ikkala holatda ham o'sha kichik yoshdagi bolalarning bitimlari bo'yicha uning ota-onasi, farzandlikka oluvchilar yoki vasiylari mulkiy javobgar bo'ladilar. Chunki u bolani to'g'ri muomala layoqati bor, u qanaqadir bu kichik bitimlarni amalga oshirishi mumkin, lekin qanaqangi bitimlarga kirishidan qat'iy nazar, uni oqibatiga, ya'ni o'sha harakatlarning oqibatiga mulkiy javobgar uning ota-onasi yoki uning ularning o'rnini bosuvchi shaxslar hisoblanadi. Ushbu shaxslar kichik yoshdagi bolalar yetkazgan zarar uchun ham javob beradi. Bu demak do'stlar, o'sha jismoniy shaxslar haqida ma'lumot edi. Emansipatsiyani bildinglar, voyaga yetganlarni, voyaga yetmaganlarni demak muomala layoqati haqida tushunchaga ega bo'ldinglar degan umiddamiz. Yuridik shaxslar haqida gaplashamiz. Demak do'stlar, o'sha jismoniy shaxslar tushuntirdim. Agar jismoniy shaxslar bu shaxs bo'lsa, ya'ni odam bo'lsa, yuridik shaxslar bu tashkilot, faqat ayrim bir xususiyatlarga ega bo'lgan tashkilot. Yuridik shaxs hisoblanishi uchun u o'z balansiga ega bo'ladi, hisob raqamlariga, mulki, o'zini huquq majburiyatlari, bundan tashqari yuridik shaxslar davlat reyestridan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak hamda o'z manziliga ega bo'lishlari kerak. Yuridik shaxslarning asosiy belgilari quyidagilar. Birinchisi, u tashkilot hisoblanadi va tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'ladi. Ikkinchisi, o'z ta'sischilari va ishtirokchilarining mulkidan alohida mulkka ega bo'ladi. Ya'ni misol uchun yuridik shaxs o'sha firma deb qo'yishadi oddiy tilda. Uni agar ta'sischisi bo'lsa, ta'sischisidan 5-6 ta mashinasi bo'lsa, lekin u ta'sischi o'sha yuridik shaxsga, ya'ni firmaga bitta mashinasi bilan yoki tam 5 million so'm puli bilan kirgan bo'lsa, ya'ni o'sha yuridik firmani mulki uni ta'sischisining mulkidan alohida hisoblanadi. Dalshi, yuridik shaxs o'z faoliyati natijalari uchun o'zining mulki bilan javob beradi mustaqil ravishda. Bunda o'sha ta'sischi yoki boshqa shaxsning mulklariga ta'sir ko'rsatilmaydi. Va yuridik shaxs sudda o'z manfaatlarini o'zi mustaqil ravishda himoya qiladi. Endi yuridik shaxslarning bir nechta turlari bor. Yuridik shaxslarni biz misol uchun sodda qilib tijoratchi tashkilotlarga va notijorat bo'lgan tashkilotlarga belgilab qo'ydik, ya'ni ajratdik. Tijorat tashkilotlariga deylik jamiyatlar kiradi, mas'uliyat cheklanmagan jamiyatlar, shirkatlar, ishlab chiqarish kooperativlari va unitar korxonalar kiradi. Endi notijoratda hamma tijorat hisoblanmagan tashkilotlar notijorat bo'ladi. Bular o'sha davlat idoralari, muassasalar, fondlar, jamoat birlashmalari, yuridik shaxslar uyushmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va hokazo. Tijorat tashkilotlarining eng keng tarqalgan turlarini aytib o'taman sizlarga. Bu birinchisi MCJ, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar. Ko'p eshitasizlar, O'zbekistonda bilmayman 150 mingtadan ziyod bugungi kunda MCJlar. Keyin aksiyadorlik jamiyatlari bor, undan tashqari xo'jalik shirkatlari bor, xususiy korxonalar bor, bilasizlar. Xususiy korxonalar bor, unitar korxonalar bor va O'zbekistonda oxirgi 5-10 yilda keng tarqalgan bu oilaviy korxonalar hisoblanadi. Yuridik shaxsning huquq layoqati u tuzilgan paytdan boshlab vujudga keladi va uni tugatish, ya'ni yakunlangan, likvidatsiya qilingan paytda tugatiladi. Ya'ni odamda jismoniy shaxsda tug'ilishi bilan layoqatli vujudga kelsa, vafot etganda tugasa, yuridik shaxslarda ham o'sha firmasi, ya'ni yuridik shaxs davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan boshlab vujudga keladi. Huquq layoqati firma o'sha yuridik shaxs tugatilgandan keyin, likvidatsiya bo'lgandan keyin mana shu huquq layoqati tugatiladi. Yuridik shaxsning ta'sis hujjatlari bo'lishi kerak, обязательно. Demak, ta'sis hujjatlariga o'sha ustav, nizom deb qo'yamiz, nizom va ta'sis shartnoma yoki qaror kirishi mumkin. Yuridik shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibini ham qisqacha ko'rib chiqamiz. Bular haqida keyingi videolarimiz bo'ladi, keyingi darslar bo'ladi. Aynan o'sha biznesga taalluqli o'sha yerda batafsil ko'rib chiqamiz. Hozir esa o'sha yuridik shaxslar davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu bugungi darsimiz davomida. Demak, yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish
davlat xizmatlari markazida yagona darcha deb qo'yamiz oddiy tilda yoki new1darcha.uz saytida onlayn tarzda amalga oshirilishi mumkin. MyGov tizimi orqali. Buning uchun quyidagi harakatlarni amalga oshirish kerak. Birinchisi, faoliyat turini tanlash kerak hamda deylik o'sha firmani, ya'ni bo'lajak yuridik shaxsni nomini tanlash kerak. Tashkiliy huquqiy shaklni tanlash kerak. U MCJ bo'ladimi, aksiyadorlik jamiyati bo'ladimi yoki tan xususiy korxona bo'ladimi? Yuridik shaxs nomini tanlashingiz kerak. Bu hamma nomni ham siz yuridik shaxsni nomiga bera olmaysiz, chunki taqiqlangan nomlar bo'lishi mumkin yoki band bo'lgan nomlar bo'lishi mumkin. Sizdan oldin agar kimdir o'zi registratsiya qilgan bo'lsa, siz u nomni ishlata olmaysiz. Undan keyin yuridik manzilni belgilashingiz kerak. Qayerda joylashadi o'sha yuridik shaxsingiz, sizni yangi bo'lajak yuridik shaxsingiz. Undan keyin direktor tayinlash kerak. Ta'sis hujjatlarini tayyorlash kerak. U agar deylik MCJni misolini olib o'tamiz, gaplashamiz. Ta'sis agar bitta dona bo'lsa, unda bitta ustav tayinlanadi va ta'sischining bitta qarori tayinlanadi. Agar ta'sischi, ya'ni uchreditellar deb qo'yamiz, oddiy tilda uchreditellar agar ikkita va undan yuqori bo'lsa, ko'proq bo'lsa, unda nizom tayinlanadi, ustav ta'sis shartnomasi tayinlanadi. O'sha ishtirokchilarning o'rtasidagi munosabatlarni belgilab beradigan, pulni qayerga ishlatiladi, nima qilinadi itagdali va o'sha ta'sischilarning umumiy yig'ilishi, ya'ni uchreditellarning umumiy yig'ilish bayoni bo'ladi. O'sha bayonnomasidan kelib chiqib registratsiya qilinadi. Undan tashqari siz o'zingizga soliq rejimini tanlashingiz kerak. NDS bo'ladimi, oddiy bo'ladimi, uprashonniy bo'ladimi? Keyin, конечно, davlat bojini to'lashingiz kerak bo'ladi. Davlat boji o'sha registratsiya qilinganda davlat boji bo'ladi. Ana undan keyin firma registratsiya qilinib bo'ladi. Registratsiya qilingandan keyin siz firmangiz uchun kerak bo'lsa agar siz pechat qildirasiz. Chunki pechatga ega bo'lish bu majburiyat emas, bu o'zingiz xohishingizga ko'ra. Pechat siz ham firma bo'lishi mumkin. Pechatni qildirasiz, muhrni, dальше уже bankdan hisob raqamni ochib turib, o'z faoliyatingizni bemalol boshlaysiz. Do'stlar, bu o'sha yuridik shaxslarning registratsiyasi haqida qisqachagina ma'lumot edi. Do'stlar, biz sizlar bilan jismoniy shaxslar haqida gaplashdik, ularni muomala layoqati haqida gaplashdik. Demak, yuridik shaxslar haqida gaplashdik, ularning turlari haqida gaplashdik va qisqacha o'sha yuridik shaxsni ro'yxatdan o'tkazish masalalarini ham ilgari surdik. Qiziqarli bo'ladigan umiddaman. Keyingi darslarda ham qo'yib yubormanglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.